Bu ofislar xarajatlaringizni 30% gacha tejaydi. Chunki bu maydonlar panorama oynalar bilan qoplangan. Ushbu turdagi oynalar sizga nima beradi? Ko'plab faktlar, shu jumladan Kiyev Milliy texnologiya va dizayn universitetining tadqiqotiga ko'ra, panorama oynali ofislar odatiy binolarga qaraganda yoritish uchun 20-30% gacha kam energiya sarflaydi. Bu bilan har oy operatsion xarajatlari bevosita kamayadi. Ikkinchi faktor xodimlar salomatligi. Oynalardan tushayotgan tabiiy yorug'lik ko'z charchog'i hamda stressni kamaytiradi. Uchinchi faktor ish unumdorligi. Tadqiqotlar bo'yicha tabiiy yorug'likdagi ofislar 15% gacha samarali ishlashadi. Bomi Finance Center'da panorama oynalar g'oyasi butun bir arxitektura qismiga aylangan. Ichkaridagi ofis maydonlari bo'yicha batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plyus belgisini qoldiring.